Uzbekistan. Shunga Arabistonga borib kelganmiz. Номер Т6. Уважаемые пассажиры, мы желаем вам приятного полета. Passengers for Aeroflot Flight 80.
to'g'ri gapirmasa ham bo'ladi. iPhone. Ya shunday bo'lsa o'tganda qanday bo'lar ekan? Nega bizlarga bermagan? Amerikani yo'li. Amerikani yo'lda. Yevropada. Men tashlagan boshqa joy. होइन पासपोर्ट त होइन टिआर त मेरो बन्छ भने Ha, Xudoga shukr yetib keldim mana uyga. Qo'choq ham chiqyapti. Bizni mahalla. Ya, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Alhamdulillah, Xorvatiyadagi qishlog'imga ham yetib keldim. Kecha kirib keldim. Achki taqqamga yana gapirmaylar. Ko'zlar achishib, charchoqlar endi chiqyapti. Ko'zlarim og'riyapti. Mana bizning qishloq, bizning uyimiz hozir tashqarida nimani ko'rsataman sizlarga. Daraxt qaranglar qanday chiroyli gullabdi. Mana bu bizning qishlog'imizda, uyimizda hovlisi. Shunaqa, mana bu chereshni, archa, gullar, lavanda gullari bor. Mana archa yana bitta, mana bu gulni qaranglar. Mashalloh, mashalloh, bu gulni qaranglar. Bu qanaqa daraxt bu? Kim biladi? Chereshnimi? Nimaga bunaqa gullagan bu? Kim biladi? Ranglari va shu dahshatli ekan. Shunaqa gaplar kuzatib boringlar akalar. Mana ko'chaga chiqaman, nima o'zgarish, nima yangilik ko'rsatib boraman. Shaharda sizlarga o'zimizning qishloqchani kuzatishda davom etinglar oxirigacha. Ko'rsataman, ko'chaga ham chiqamiz. Bismillah deb ko'chaga chiqib oldik mana. Bizning mahalla bu. Oldingi videolarga ham qo'ygandim, ko'rganlar bo'lsa. Bizning mahalla shu. Havo yaxshi, 15 gradus, salqingina shamol esib turibdi. Havoga gap yo'q, toza lekin. Alhamdulillah kirib keldik, endi ko'chada hozir ishlar bor. Ishlarni hal qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Osmonni qaranglar, osmonni. Mashalloh, mana shu bizning mahalla bo'ladi. Xorvatiyadagi. Yo'llarni qaranglar. Mana bu muzikalniy maktab ekan. Yo'llarni qaranglar, vashsha akkuratni. Chista, toza. Bu joylar. Mana shu joylar. Mana bu bankka kiraman, ishim bor hozir. Domga qaranglar, chizib qo'ygan. Mashalloh. Shunaqa joylar. O'zgarish nima bo'lgan? Yo'lga faqat bir palasalik bo'libdi. Yo'llar ham bir tomonga bo'lgan. Domni qaranglar, qanday chizib qo'ygan. 64-ekan, hozir 63. To'g'risi ochratim keladi bankka. Bankka ochrat mana shunday raqam bilan, обязательно. Bez ochrat yo'q deb kirib bo'lmaydi. Обязательно ochrat bilan tutiladi. Tartib intizom bilan. Mana
Bizda qishloqcha. Havo ham shamol bo'layapti, salqingina. Juda sovuq emas lekin. Самое главное, chang yo'q, chang. Kela. Shunaqa joylar, oddiy joylar, juda hashamat emas yoki boshqa emas. Shunaqa joylar. Tak, yangiliklar haqida gapirsam, o'zgarishlar haqida gapirsam, Xorvatiyada dokumentlar borasida haqiqatan cho'zilayotgan ekan, yangi zakonlar chiqqan, topshirganlar ko'p, hujjat topshirganlar o'sha ishchi приглашение uchun yoki turist bo'yicha ana shunday. Endi turist sezoni ham boshlanyapti. Avtomatik endi dokumentlar cho'ziladi akalar. Bu degani chiqmaydi degani emas, cho'ziladi degani. Cho'ziladi degani endi sal surilishi mumkin. Chiqadigan muddati masalan 2 oy bo'layotgan bo'lsa 2,5 oy bo'lishi mumkin, 3 oy bo'lishi mumkin. Ana shunday. Agar hujjat kimga orqalidir topshirgan bo'lsangiz, netolka men boshqa orqali bo'lsa ham aytib o'tib ketay, u odamni to'g'ri tushuninglar. Chunki u odamning qo'lida emas. O'zinglar o'sha narsani bilib turasizlar, lekin yana qayta nima bo'ldi, nima qo'ydi, baxtga sen mashinangmisan deb o'rtasiga borib ishonch yo'qolib qolyapti. Bunday bo'lmaylar akalar. Kim orqali hujjat topshirgan bo'lsanglar ham kutish kerak, sabr qilish kerak. U odam ham topshirgan odam ham nima deydi? Chiqsa yaxshi-ku unga ham foyda-ku. Bir qism xizmat haqqisini oladi yoki boshqa, unga ham foyda-ku, unga ham rezultat kerak-ku. Yuzi yorug' bo'lishi kerak. Netolka men boshqa orqali bo'lsa ham deyman. Demoqchiman, menga chiqishyapti-da, Farruh mana orqali topshirganim chiqmayapti, meni aldadi. Bu aldadi degani emas. Endi hamma ham aldavermaydi-ku, aldab. Konkretni topshirgan bo'lsa, sizga o'sha birinchi topshirgan vaqtda shartnoma qog'ozi, ugovor qo'l qo'yib yuborgan bo'lsangiz, bo'ldi, u haqiqatan topshirilgan, ofitsialniy deganda. Prosta o'sha narsani kutish kerak bo'ldi. Mana o'zim ham ko'rib, ko'zim bilan guvoh bo'lyapman. Haqiqatan cho'zilyapti hujjatlar. Mana o'zim shalaman. Xorvatiyaga kirib keldim. Yangiliklar shu, mana shunaqa. O'zgarishlar endi nima? O'zgarishlar hammasi ham bir xil deya olmaymiz, bari odamlarning muomalasi o'zgargan. Shu migrantlarga nisbatan qandaydir o'zgargan. Sezdim, bankka kirganimda ham sezdim. Bo'lmaydiroq. Oldin sal anaqa edi, bilmayman. Hozir menga shuni anaqa qildimi, lekin bitta men edim, bu yerda o'zbek migrant men edim. Endi til bilmagan desa, u anaqa emas, tildan ham muammo yo'q. Tilda ham gaplashib, tushuntirib, oddiy o'zlar xalqida gapiramiz. Bilmadim, shunaqa gaplar akalar. Demoqchiman, dahshat joy, Yevropa, Xorvatiya zo'r. Anaqa deb o'ylamanglar. Xorvatiya ham kichkinagina davlat, bu aholisi ham ozgina 3,5 milliondan chiqadimi, yo'qmi? Shunaqa. Tabiati zo'r, havosi toza. Shu, odamgarchiligi bor, baribir. Insongarchiliklari bor, inson qadri bor. Endi yomon demoqchi emasman, yomonlab tashlamoqchi emasman. Borini aytaman-da. Shunaqa. Shuning uchun shunaqa gaplar akalar. Dokument borasida topshirganlar kutinglar, maslahatim, agar haqiqatan topshirgan bo'lsa kutish kerak. Yo'l tamom, boshqa yo'li yo'q. Uni qaranglar, atkaz qildirsanglar, masalan, men o'zimda ham bo'ladi-da shuni odamlar. Ularga tushuntirib bilmayman, qanday aniq qilish kerak, tushunish kerak. Hujjat topshirdingiz, приглашение ham kutyapsiz, boshiga rasxod qildingiz qandaydir, avans oldim yoki o'sha to'lovini oldi, firma to'lovi, har qanday doговорga bog'liq u. Qanday to'lov bo'lgan bo'lsa ham uni atkaz qildirdingizmi? Bu pul qanday qaytadi? Xarajat bo'lgan yoki topshirgan, boshqa qilgan. O'sha narsasini ham olinglar hisob kitobini. Endi doговорga bog'liq. Dogovor qanday bo'lgan? O'sha qaytarib beraman deganmi? Agar sen o'rtasiga borib zadnini yo'qsang, o'shanday deganmi? Bitta narsani shuncha aytaman, akalar, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin chiqinglar aloqaga deyman-da. Shunday o'ylab ko'rib, keyin chiqib to'lovlarni qilishadi. Hozir mana peshkom yuribman, o'zimizda ishxona tarafga yuraman. Agar imkon bo'lsa bir video qilib o'tib ketaman. Qayerga ishlashimni, nima ish qilishimni ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Market Lidl. Germaniyaning marketi, Setvi magazin. Juda ham ko'p. Yevropa Schengen davlatlarida juda ham ko'p. Yaxshi magazin Lidl. 8 dan 9 gacha ishlar ekan. Yakshanba kuni dam ekan. Yakshanba обязательно magazinlar dam oladi. Yonib ketadi, boshqa bo'lam dam olaman. Parkovkasi bepul. Parkovkani qaranglar katta. Zo'r market. Bu marketda ana yonboshda butulkalar ham qabul qiladi. Ustoy butulkalar, bakalashkalar, shafofga apparatga topshirasizlar. Necha sent edi? 10 sentmi shunday edi. Men mashina sotlayman. Narxi qancha ekan bular? Narxi yozilmagan ekan.
Havoni qaranglar, havoni. Mana men ishxonam, mana shu tarafda men ishxonam. Polio Center. Mana shu yerda ishlaganmiz. Shu tarafda. Shunaqa joylar. Mana bunisi ham sklad. Bu betda ham sklad, mana bu magazin. Bu yoqda stроительный magazin narsalarni sotadi, qurilish mollari, ko'chat, archa, har qanaqa urug'larni ham sotadi. Keyin mollarni, hayvonlarni yemlarini ham sotadi xullas. Burasi hammasi bor. Shunaqa joylar. Mana shu joylarda ishlayman-da men. Mana bu joydan pravo oladigan joy. Pravoga o'qiydi, vajdaniya qiladi, xullas shunaqa joy. Ishxonamga kirdim, hozir kollega bilan ko'rishib chiqdim, hammasi bilan. Kolegam bilan ko'rishib chiqdim, ishxonadan hamma bilan, xudo xolasa, endi ishni boshlaymiz. Asl bo'lsa hamma bilan salom alik qilib dam olishga edim o'zi. Yo'lni bilasizlar, ancha yo'l baribir. Yo'lga daj bir kunim ketib qoldi, bir sutka. Endi charchoqlar chiqyapti. Bugun endi ob-havoga o'rganib ko'chaga chiqdim. Inshaalloh endi ishni boshlaymiz. Shunaqa gaplar, akalar. Joylar. Ja hashamat emas, ja anaqa emas, soddagina joylar. Keyin shuni ham bilinglarki, hisobga olib qo'yinglar. Soatiga katta oylik to'lamaydi. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Havoni qaranglar, havoni bir ajib bo'lyapti-da, havo ham. Daraxtzorlar ko'p Xorvatiyada. Tekinlar. Keyin mana nima deydi? Gullar ko'p o'stirishadi bular, ko'chatlar, gullar shularga e'tibor beradi. Har bir uyda ham bo'ladi bunaqa. Har bitta uydan yashnab ketgan. Shuning uchun ham havolar toza deb o'ylayman. Keyin mana yog'ingarchilik ko'p bo'lib turadi. Tez-tez yog'ingarchiliklar bo'lib turadi. Takoy, mana bunaqalar qurilib ketibdi, zdaniyalar yo'q edi. Qurilish bo'lyapti xullas. Magazinga bir kiraylikchi. Mana bu politsiyaxona. Mahallalar shu. Hamma yo'q ham yashil. Hamma yo'q ham yashil bo'lib ketgan. Bahor kelib. Shu bahorda, yozda Yevropa juda chiroyli bo'ladi. Chunki hamma yo'q yashnaydi. Daraxtlar, ekin-tekinlar o'sadi. Dahshat joylar bo'ladi. Shuning turistlar ko'p keladi o'z yozda. Bola dengiz bor. Men turgan shahardagi dengiz yo'q. Xorvatiyada dengiz bor ekan. Shunaqa joylar. Ha tarafdan bu yoqda ham bor ekan. Biz uyda ham bor edi. Biz turgan uyda ham. Mana shu nima daraxt ekan? Bilganlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Juda chiroyli ekan. Yana bir narsani tushuntirib o'tib ketay akalar sizlarga. Xorvatiyaga oylik yo'q, hech qanaqa oylik to'lashmaydi Xorvatiyaga. Xorvatiyaga ish soatiga to'laydi. Xorvatiyaga kelgandan keyin masalan so'rashinglar mumkin. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Soatiga necha yevro to'laydi, keyin oyiga necha soat ish bo'ladi, o'shani so'rash kerak. Birdaniga oylik qancha yoki boshqa unday krupni bitta oylikni hech kim ayta olmaydi. Aniq bitta oylik mavjud emas. Chunki har oy har xil bo'lib qoladi. Ish soatiga qarab. Ish soati degani har bir soat kuniga ishlagandan keyin kuniga 9 soat ish bo'lyaptimi, 10 soat ish bo'lyapti, masalan 7 dan 5 gacha ish bo'ldi deylik. Yoki 7 dan 6 gacha, 7 dan 4 gacha. O'shanda hisoblab olaverasizlar. 9 soat, 10 soat, 11 soat har xil bo'ladi ish soati. Ish soati har xil bo'lgandan keyin обязательно oyliga har xil bo'ladi. Shuning uchun akalar kelmoqchi bo'lganlar yoki kelganlar bo'lsa ham, uje mana tushunib yetadi o'zlari.
Ya oylik kam ekan yoki boshqa, to'g'ri. Oylik kam bo'lishi nimaga bog'liq uni? Bar katta oylik to'lamaydi. Hech qayer ish soatlarga bog'liq. Qayergaki ish soati ko'p bo'lsa, o'shanda o'sha soatiga necha yevro to'layotgan bo'lsa, o'sha yevro yig'indisi bir oyda kelib chiqadi, necha soat ishlagansiz. Shundan keyin oylik o'sha oylik bo'lib to'lanadi o'sha summa. Bo'ldi, tamom. Iminda masalan sizga mana 1200 yevro yoki 1500 yevro oylik degan joyi yo'qda. Shuning uchun mana ko'pchilik o'ylaydi, shu narsani to'g'ri tushunadi. Oylik deganda aytib qo'yishadi, 1500 yevro olar ekansan, oyliging 1500 yoki 1200 yevro. Yo'q. O'shani ular hisoblab aytgan. Lekin kelganingizdan keyin yomg'ir yog'adigan kun bor, ish bo'lmay qolishi bor. O'shanda ish soat kam bo'lgandan keyin o'sha 1200 ham ololmay qolishingiz mumkin. 1000 olib qoldingiz deylik masalan. O'shanda keyin risk o'ylamaylarki, bo'ldi, men shu oyligim shu ekan, past to'lar ekan, 1200 degan 1000 to'layapti. Ish soati kam bo'lgandan keyin shuni oylik ham kam chiqadi. Shunaqa gaplar akalar. Shuning uchun обязательно ish soatiga e'tibor berish kerak. Keyin necha soat oylik ish bo'lishiga. Ja ko'p o'zgarishlar bo'lmagan Xorvatiyaga. Shu qonunlar bir ikkita o'zgargan, keyin dozvolar приглашение chiqishi cho'zilgan ekan. U tak shunday bo'lgandi, O'zbekistonda bo'lganda ham shunday deyishgandi. Shunaqa. Keyin men shu eng kerak bizga oylik to'g'risida, men shu oylik masalasini tushuntirib o'tdim, tushunganlar bo'lsa. Ish soatiga qarab oyliginglar kelib chiqadi. Bo'ldi, tamom. Oyiga necha soat ishlasanglar o'sha chiqadi. Har xil bo'ladi bu. 100 yevro kam, 100 yevro ko'p, har xil o'sha atrofda bo'ladi. Shuning uchun o'ylamanglarki, men bir xil oylik olaman, oyligim shu ekan yoki boshqa ekan. Shunaqa gaplar akalar. Bir bog'. Mahallamiz boshidagi. Shahar turning bursan bor. Yoqda maktab. Joy. Mana bu qariyalar uyi. Ichida to'la qariyalar. Shu koridorda yuradi. Peshkon. Tashqari taraf. Shunaqa joylar. Yosh bolalarni ham o'qib aylantirsa bo'ladi shu yerlarga. Shunaqa bir bog'chada bu yoq. Toza havo, tanga davo deb o'tiribmiz mana. Mahallalar ichi mana shunday yerlarni qaranglar. Shu chatga terilgan, mayda-mayda qilib tashlab terilgan. Shunaqa mahallalar. Исторический joylarda. Tixa, spokojniy joylarda. Do'stlar, YouTube kanalimga, Farruh Yo'roqov YouTube kanalimga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, podpisatsiya bo'lmaganlar. Yangiliklar endi oldinda, xudo xolasa mana kirib keldik Xorvatiyaga. İşlarda bosamiz. Yangiliklar bo'lsa qo'yib boraveraman. Podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, nima yangilik bo'lsa, qaysi vakansiya, nima ish bo'yicha bo'lsa, sraz birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Sizga SMS bo'lib keladi. Yangi YouTube'ga video qo'ysam. Shunaqa gaplar akalar. Videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar va обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Kelgusi videoda görüşürüz.